xarid qilib, Optimdan, ya'ni Uzum marketda savdoingizni boshlashingiz mumkin. Tovarim umuman sotilmayapti, bosh og'riq muammolar bilan yurishadi. Tovarim sotilmayapti, tovarimni ko'rib beringlar. Uzum marketda savdoingizni boshlashingiz mumkin. Uzum marketda bitta mahsulot bilan ham savdo boshlash mumkinmi? Bu haqida hozir suhbat davom ettiramiz. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Aslida bitta mahsulot bilan ham boshlash mumkin. Aynan mahsulot tanlashga bog'liq bu narsa. Tanlay olsangiz, albatta Uzum marketda savdo qilishingiz mumkin, lekin yuzlab, minglab katta tovar bilan yoki katta summa bilan kirmoqchiman desangiz ham bunga hech qanaqa qarshilik bo'lmaydi. Agar sizda o'zingizda ishlab chiqarishingiz bo'lsa, ishlab chiqarish bilan ham Uzum marketda savdo qilishingiz mumkin. Yokida o'zingizda misol uchun kam summa bo'lsa, kam summa bilan ham, ya'ni o'zimizda Abu Saxiy yoki Ipodrom, O'rikzor bozorlariga borib turib, o'sha bozorlardan tovar xarid qilib, Optimdan, ya'ni Uzum marketda savdoingizni boshlashingiz mumkin. Ko'pchilik tovar tanlashda xato qilishadi va xato qilgandan keyin, ya'ni Uzum marketda tovarim umuman sotilmayapti, sotilishi uchun nima qilishim kerak? Noto'g'ri tovar tanladimmi yoki kimgadir uchrashishim kerakmi? Shu va hokazo bosh og'riq muammolar bilan yurishadi. Tovarim sotilmayapti, tovarimni ko'rib beringlar, analiz qilib beringlar, boshqa qilib beringlar va hokazo shunaqa narsalar bilan yurishadi. Kelinglar, sizlarga bitta yechim qilib beraman. To'g'ri mahsulot tanlash uchun nima qilish kerak? Avvalambor Uzum marketda analiz qiluvchi saytlarimiz mavjud. O'sha saytlarga kirib turib, ya'ni tovaringizni, olayotgan tovaringizni bitta-bitta analiz qilib turib, Uzum marketda qanaqa sotilayotganini ko'rib va tovar xarid qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. O'sha siz Optimdan, ya'ni tovar olib, kirmoqchi bo'lgan, Uzum marketga kirmoqchi bo'lgan tovaringizni Uzum marketda sotilishini va talab qanaqaligini bitta ko'rib, analiz qilgan holatda kirishingizni maslahat beraman. Yoki mutaxassislar bilan bog'laning. Uzum sayt, Dadata saytlari, o'sha saytlardan foydalana olmayotgan bo'lsangiz, misol tariqasida buning uchun mutaxassislarimizga bog'lanib, ya'ni o'zingizni tovaringizni analiz qildirib olsangiz bo'ladi. Keyingisi marjada foyda bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni siz olayotgan tovaringizni aslida kamroq, ya'ni qancha arzonroq olsangiz tovaringizni, o'sha tovarda siz anchagina foyda qila olishingiz mumkin. O'shaning uchun tovar olayotganingizda doimo qancha arzon olsangiz o'sha mahsulotni, ya'ni o'sha kategoriyadagi mahsulotni qancha arzon olsangiz, shuncha o'zingizga foyda keladi. Ya'ni qimmatroq olib qo'ysangiz, bu mahsulotni qimmat olib Uzum marketga kirishingizni tavsiya qilmayman, chunki umuman foyda qilmaysiz. Uzum marketda bundan ko'ra Uzum marketda savdo qilmagingiz maqulroq. O'shaning uchun tovar olayotganingizda doimo eng arzonroq va arzon joyiga borib turib, ya'ni kerak bo'lsa ishlab chiqarilayotgan joyiga borib turib, sexgami yoki fabrikasigami yoki boshqa seriyasi keladigan joygacha, eng arzon nuqtasigacha borib qidirib, do'kon, firma va hokazo qilib borib eng arzon joyini olsangiz va ishlab chiqaruvchi bilan birga hamkorlikda qilsangiz, o'shandagina siz foyda qila olasiz. Uzum marketda eng yaxshi va top sotiladigan tovarlarni qayerdan topish mumkin? Albatta, imkoningiz yetsa, albatta ishlab chiqarish yokida o'zingizga yaqin bo'lgan joylardan tovar xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni shunchaki xarid qilish emas, tovarni Uzum marketda analiz qilgan holatda tovar tanlashingiz kerak. Misol uchun, mana bu Savaga duxisi, ya'ni buni aytaylik, siz 10 ming so'mdan Optimda o'zingizga tegishli bo'lgan, ya'ni o'zingiz yaqin atrofingizdagi bozorlardan surishtirganingizda 10 ming so'm atrofida topdingiz. Ya'ni Optimdan. Endi siz tovarni analiz qilasiz. Buning ichida logistika va yetkazib berish, keyin o'zini shtrix kod, nakladnoy, o'zingizni taksi kiroyingiz, misol uchun taksida borsiz, taksida kelsangiz, misol uchun tovarni olib, bu rasxodlarni hammasini qo'shasiz. Uzum marketni klient qachon bo'lgan nimasini, logistikasini ham qo'shasiz va hamma komissiyalarni qo'shgan holatda siz bunga o'shanda narx qo'yishingiz kerak. Sizga misol uchun 10 ming so'mdan qoplamayotgan bo'lsa, siz borib buni 5 ming so'mlik joydan topishingiz kerak. Ya'ni ishlab chiqaruvchini oldiga borgan holatda siz topishingiz kerak bo'ladi. O'shanda siz yutasiz, ya'ni siz foyda qila olasiz Uzum marketda buni sotgan holatda. Aslida bu misol uchun, bu boshqa toifadagi tovarlar ham bo'lishi mumkin. O'sha tovarlarni ham shu holatda xarid qilib turib, analiz qilib turib, keyin Uzum marketga joylashtirsangiz va siz xarid qila olasiz. Va marketplacelar umuman O'zbekiston territoriyasida bo'lmaganda va kirib kelmaganda tasavvur qiling, bu tovarni siz do'kon ochgan holatda ham
sotishingiz mumkin, lekin u yerda siz soliq to'laysiz, do'kon arendasi to'laysiz va u yerda siz tovarni optimdan olsangiz yoki Xitoydan yoki boshqa joydan sexlardan olishingiz mumkin va offlayn sotayotganingizda buni ustidan ancha muncha foyda qilmasligingiz mumkin. Hozirgi paytda Uzum marketda hamma mahsulotlar bor. Bir deganda qidirib, bir deganda izlab, narxini analiz qilib, tovarni analiz qilib va Uzum Selling va Dadata saytlaridan analiz qilgan holatda, shuning uchun tovarimizni bemalol analiz qilib va tanishingiz bo'lsa va yokida va ustozingiz bo'lsa maslahat qilgan holatda va yaqiningiz yokida bir Uzum marketda ishlayotgan tanishingiz bo'lsa va ularning maslahati bilan tovar tanlab qilsangiz bo'ladi. Lekin tavakkal qilmoqchi bo'lsangiz, sotuvingiz bo'lmasligi mumkin. Keyin Uzum marketda tovaringiz sotilayotganda asosan sharh va baho yig'ishga e'tiboringizni qarating. Birinchi foyda qilish emas. Birinchi o'rinda sharh va o'ziflaringizni, do'kon o'ziflaringizni ko'tarishga qarating bor e'tiboringizni. O'shanda siz tovaringizni qanaqa holatda qo'yganingizda ham sotilishi boshlaydi va siz konkurentlaringizni oldida birinchi kirgan tovaringiz bilan, ya'ni birinchi faoliyatingizni boshlaganingizda o'sha tovaringizni siz konkurentlaringiz oldida sal pastroq qo'yishingiz kerak. Chunki siz ulardan qimmatroq yoki teng qo'yadigan bo'lsangiz, sizning o'zifingiz yo'q. O'sha o'zifingiz bo'lmagani uchun siz sotuvlaringiz bo'lmaydi. Va sotuvlaringiz bo'lsa ham juda ham kam bo'ladi va siz konkurentlaringiz oldida ularni tengdoshi yoki ulardan yuqorida bo'lishingiz qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun siz birinchi o'rinda foydaga emas, ular konkurentlaringiz oldida sal narxni pastroq qilgan holatda siz asta-sekinlik bilan o'zingizga sharh yig'ib olsangiz va baholarni yig'ib olsangiz, bu holatdan keyin siz o'zingizni ko'tarilganda siz ham narxlarni o'zingizni konkurentlaringiz kabi narxlarni ham ko'tarib asta-sekinlik bilan ularni qatoriga chiqib olishingiz kerak bo'ladi. Albatta Uzum marketda bu narsa o'z-o'zidan birdaniga siz yuqoriga yoki birdaniga foyda qilib boy bo'lib ketish mumkin emas, chunki asta-sekinlik bilan va boshqa marketplace'larda ham shunaqa, boshqa offlayn yoki onlayn do'kon bozorlarda ham mana shunday strategiya bilan ishlaydi. O'shaning uchun bor e'tiborimizni tovarni birinchi o'rin, o'shaning uchun bor e'tiborimizni tovar tanlash va ikkinchi o'rinda tovarimizni qanday sotilishi va o'ziflarimizni ko'tarib olib, keyingi darajada tovarni yaxshi sota olishimiz uchun birinchi qadamimizni qo'yishimiz kerak. Agar bu videolarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib va like tugmasini bosib qo'ying. Uzum marketda endi boshlamoqchi bo'lgan yaqiningiz bo'lsa, bu videoni ularga yuborib qo'ying. Sizlar bilan Abbos Turkmenov bo'ldi va xayr salomat bo'ling.